Turkiya deilganda ko'z oldingizga nima keladi? Bu yerda havo boshqacha, tabiat boshqacha. Lekin bu format hamma uchun emas, ekskursiyalarni ham o'zingiz mustaqil tashkil qilasiz. Bu ikki xil mamlakat bitta pasportda. Turkiyaning birgina o'zida 18 gradus farq bor. Buni Trabzonning vizit kartochkasi desa ham bo'ladi. Boshqa davlat o'rniga boshqa Turkiya. Turkiya deilganda ko'z oldingizga nima keladi? Plyaj, otel, do'konlar yoki basseynlar. Bu yaxshi. Millionlab odamlar shu formatda dam oladi. Men buni yomonlamoqchi emasman, lekin agar siz allaqachon Antaliyaga borgan bo'lsangiz yoki oddiygina boshqa bir narsani ko'rmoqchi bo'lsangiz, Turkiyaning yana bir tomoni bor. Buni ko'pchilik bilmaydi. Bugun siz bilan birgalikda bularni ko'rib chiqamiz. Turkiyaning shimoliy qirg'og'i, Qora dengiz, O'rta Yer dengizi emas. Bu yerda havo boshqacha, tabiat boshqacha, hatto taomlari ham boshqacha. Antaliyada iyul oyida 40 gradus bo'lganda, Trabzonda 22-23 gradus bo'ladi. Siz buni to'g'ri eshitdingiz. Turkiyaning birgina o'zida 18 gradus farq bor. Antaliyada tekis plyaj, katta resort otellar, Qora dengizda esa tog'lar, daralar, ko'llar, qadimiy monastirlar. Bundan tashqari choy plantatsiyalarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu ikki xil mamlakat bitta pasportda. Keling avval siz bilan asosiy joylarini ko'rib chiqamiz. Trabzon Qora dengiz bo'yidagi eng katta shahar. 3000 yillik tarixga ega. Bu yerda Ayya Sofiya muzeyi ham bor. Istanbuldagiga o'xshash, lekin kichikroq. Ichida original freskalari ham saqlanib qolgan. Bo'ztepa shahar ustidagi panorama nuqtasi. Butun Trabzon va dengizni ko'rishingiz mumkin. Va dengiz bo'ylab oqshom paytida qayiq sayri. Keyingisi Uzunko'l. Buni Trabzonning vizit kartochkasi desa ham bo'ladi. 1000 metr balandlikda archa o'rmonlari ichida ko'l joylashgan. Bu yerda siz faqatgina Instagram uchun lokatsiya emas, butun tabiatni his qilasiz. Qayiqda suzish, tog'ning tepasida restoranda ovqatlanish, pichoq do'konlariga ham kirishingiz mumkin. Surmena pichog'i Turkiyada juda ham mashhur. Bundan tashqari choy fabrikasiga ham borishingiz mumkin. Sumele monastiri 4-asrda qurilgan, 1300 metr balandlikda. Shundoq qoyada turibdi. Atrofida qalin o'rmonlar va tumanli bo'ladi. Bu joy sizni boshqa asrga olib boradi. Karaja g'ori, stalaktitlar va yer osti zallari 1550 metr balandlikda joylashgan. Bu joy bolalarga ham, kattalarga ham birdek qiziqarli bo'ladi. Ayder platosi, Alp tog'lari, tog' havosi, rafting markazi. Bu yerda odamlar tinchlanish uchun keladi. Va eng qiziq narsa, bu marshrut Gruziyaga ham chiqadi. Trabzondan Batumiga quruqlik orqali o'tish mumkin. Sarb chegarasida 200 kilometr 3 soatlik yo'lda. Siz bitta safarda ikkita davlatni ko'rasiz. Lekin bu format hamma uchun emas, bu normal holat. Hozir kimlar uchun mosligini ko'rib chiqamiz. Birinchi, Antaliyaga allaqachon borganlar va yangi narsa ko'rmoqchi bo'lganlar uchun. Boshqa davlat o'rniga boshqa Turkiya. Ikkinchi, tabiatni yoqtiradiganlar. Tog'lar, ko'llar, o'rmonlar, daralar. Bu yer basseyn emas, haqiqiy tabiat shinavandalari uchun. Uchinchi, do'stlar guruhi, erkaklar guruhi yoki jamoaviy trip. Bu yerda rafting bor, tog' yurishi bor, piknik joylar bor. Antaliyadan tubdan farqli tajribaga ega bo'lasiz. To'rtinchi, sekin sayohatni yoqtiradiganlar. Bu yerda shoshilmaysiz. Har kuni yangi joy, lekin ritm tinch. Beshinchi, issiqdan qochmoqchi bo'lganlar uchun. Iyulda Antaliyada 40 gradus, Trabzonda esa 22-23 gradus. Ana shu faktning o'zigina ko'pchilikni o'ziga jalb qiladi. Bu joy kimlar uchun mos emas. Agar siz plyaj va all inclusive xohlasangiz, bu joy sizga to'g'ri kelmaydi. Bu yerga otelda yotish uchun emas, har kuni yangi joylarni, yangi sarguzashtlarni ko'rish uchun kelasiz. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Biz esa davom etamiz. Endi amaliy logistika tomonini ko'rib chiqamiz. Birinchi variant mustaqil. Bunda siz Trabzonga kelasiz va otel bron qilasiz. Ekskursiyalarni ham o'zingiz mustaqil tashkil qilasiz. Booking.com'da Trabzondagi otellar o'rtacha $30 dan $60 bo'ladi bir kechasiga. Ekskursiyalarni esa mahalliy gidlar orqali tashkil qilsangiz bo'ladi. Bu sizga $30-50 atrofida tushadi. Chiptaga keladigan bo'lsak, Toshkentdan Trabzonga to'g'ridan-to'g'ri reyslar bor. Bu faqat mavsumiy, buni tekshirish kerak. Bu bo'lmasligi ham mumkin. Ikkinchi variant esa Istanbul orqali borsangiz bo'ladi. Mustaqil bormoqchi bo'lsangiz, o'rtacha bir kishi uchun taxminan $600 dan $900 gacha bo'ladi. Bu 7 kecha va bileti ham ichida bo'ladi.
lekin hamma narsani o'zingiz rejalashtirishingiz kerak. Otel, transport, ekskursiyalar. Agar Batumiga o'tmoqchi bo'lsangiz, chegaradan o'tishingiz kerak. Bu esa tajriba talab qiladi. Ikkinchi variant tayyor marshrut olish. Turfirmalarda Qora dengiz dasturlari bor. Otel, ekskursiyalar, transport, hatto sug'urtagacha unga kiritilgan bo'ladi. Siz faqat sumkangizni olasiz va uchasiz, tamom. Qolganini hammasini firma hal qiladi. Tayyor turlar narxi qancha? Men bozorda ko'rgan Trabzon Batumi paketi 7 kechalik 4 yulduzli mehmonxona, nonushta, transfer, ekskursiyalar, bundan tashqari sug'urta ham ichida o'rtacha $650 dan $900 to'g'ri kelyapti. Bu bir kishi uchun mavsumga qarab. Past mavsumda, ya'ni may, iyun oylari boshlarida arzonroq. Yuqori mavsumda bo'lsa, iyul-avgust oylarida уже $800-900 va undan yuqori narxlarda bo'ladi. Bu so'mda 8, 10, 11 millionlar atrofida bo'lyapti. 10 million bilan siz zich, lekin arzonroq variantda sayohat qilsangiz bo'ladi. Ovqatlanish va ba'zi xarajatlar uchun 1-2 million yana qo'shimcha olsangiz yaxshi. Eng muhimi, Turkiya qismida viza yo'q. Gruziya qismida ham viza yo'q. Chegara o'tish bor. Piyoda 45-60 daqiqa ketadi. Agar paket bo'lsa, buni gid hal qiladi. Agar mustaqil bo'lsangiz, buni o'zingiz hal qilasiz. Buni unaqa darajada murakkab tomoni yo'q. Demak, Turkiya faqat Antaliya emas. Agar siz tabiatni yoqtirsangiz, yangi tajriba ko'rmoqchi bo'lsangiz, do'stlar bilan yangi sarguzashtlar qidirayotgan bo'lsangiz, Qora dengiz dasturi sizga mos kelishi mumkin. Bu Antaliyadan yaxshiroq demoqchi emasman. Bu shunchaki boshqacha format. Tanlov endi sizga bog'liq. Lekin aytishim kerak, bu formatni ko'pchilik bilmaydi. Endi esa siz bilasiz. Agar bu marshrut sizga qiziq bo'lsa, ikkita yo'li bor. Birinchisi, o'zingiz qilasiz. Trabzonga chipta olasiz, Booking orqali otel bron qilasiz. Bu yoqqa borgach, mahalliy gidlar orqali ekskursiyalar topasiz va Sarb chegarasidan Batumiga o'tasiz. Boshlash uchun mana shu videoning o'zigina sizga yetarli. Ikkinchisi, tayyor marshrut olasiz. Biz ham xuddi shu yo'nalishni sizga tayyorlab beramiz. Otel, transfer, sug'urta, undan tashqari ekskursiyalar hammasi ichiga kiradi. O'rtacha $800 atrofida chiqadi. Bu shunchaki bitta variant, tanlov sizniki. Agar do'stlar guruhi bilan bormoqchi bo'lsangiz, guruh uchun alohida narx so'rang. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, pastda kontaktlarimizni qoldirganmiz. Aloqaga chiqsangiz, menejerlarimiz batafsil ma'lumot berishadi. Turkiya faqat Antaliya emas, endi siz buni bilasiz. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying va izohlarda yozib qoldiring, siz qaysi formatni tanlagan bo'lardingiz.